Afg'onistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 8 ta viloyatida sezildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Afg'onistonda soat 11:47 da zilzila sodir bo'ldi. Episentrda sezilish kuchi 3 ball, O'zbekiston hududlarida sezilish kuchi esa Surxondaryo viloyatida 2-3 ball. 336 km, Farg'ona viloyatida 2 ball, 433 km, Sirdaryo viloyatida 2 ball, 479 km, Jizzax viloyatida 2 ball, 481 km, Andijon viloyatida 2 ball, 488 km, Samarqand viloyatida 2 ball, 492 km, Namangan viloyatida 2 ball, 500 km, Qashqadaryo viloyatida 2 ball, 523 km, zilzila epitsentri Toshkentdan 547 km janubiy sharqda, magnituda 5.5, chuqurligi esa 120 km. Epitsentr Dadaxshon, Afg'oniston deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.